Qo'qqisdan bir gap aytaymi? Hech qachon boshingizni insonlarga egmang. Chunki bu boshingiz insonlarga egilish uchun berilmagan. Bu boshingizda boshqa missiyalari bor. Yana bir narsa, hech qachon hech kimga dardingiz doston qilib yoki-da muammolaringizni aytib xo'rsinmang hech kimga. Xo'rsinadigan boshqa zot bor, tushunyapsiz? İnsanlar sizni dardingizni, xo'rsinishingizni aytishingizga mutlaqo arzimaydi. Men ham, misol uchun menga ham aytsangiz, men ham arzimaydi, tushunyapsizmi? Shuning uchun boshingizni baland qiling, boshingizni. Hech kimning oldida boshingizni egmang, chunki hech kim sizni qaysidir darajalarga olib chiqib qo'ymaydi. Faqatgina sizni yaratgan Robbingiz o'sha siz xohlagan darajalarga erishtira oladi, tushunyapsizmi? Shuning uchun hech kimga boshingizni egmang, iltimos.